Guliston shahrida Sirdaryo viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi yig'uv punktida askarlarni muddatli harbiy xizmatga kuzatish tadbiri bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Guliston shahridagi Sirdaryo viloyati mudofaa ishlari boshqarmasining yig'uv punktida muddatli harbiy xizmatchilarni tantanali kuzatish marosimi bo'lib o'tdi. Yoshlar agentligi vakillari, harbiy xizmatchilarning oila a'zolari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan tadbirda mamlakatimiz mudofaa tizimida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar yuksak samara berayotgani, harbiy xizmatga yoshlarimizning qiziqishi va intilishi tobora ortib borayotgani, vatan himoyachisi bo'lish yuksak sharafga aylangani alohida ta'kidlandi. Vatan oldimdagi burchimni bajarish uchun Surxondaryo viloyati chegara qo'shinlariga muddatli harbiy xizmatga ketyapman. Bundan men juda ham xursandman, mamnunman va ota-onamni yuzini yorug' qilib vatanimni qo'riqlashga va'da beraman. Sirdaryo viloyat hududidan 239 nafar yosh muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan yoshlarimizga omadlar tilaymiz. Sirdaryolik yoshlarimiz respublikamizning turli hududlarida yurtimiz chegaralarini daxlsizligini saqlab, kelajakda vatanimiz uchun vatanparvar yoshlar bo'lishlarini tilakdoshimiz. Yigitlarni muddatli harbiy xizmatga kuzatish marosimi katta shodiyonaga aylandi. Bo'lajak askarlarning vatanga muhabbat, el-u yurtga sadoqat tuyg'ulari jo'sh urib turgan yuz ko'zlaridagi g'ayrat, shijoat barchada katta havas uyg'otdi. Tadbir yakunida askarlarga harbiy xizmatni o'tash tartib qoidalari to'g'risidagi yo'riqnomalar berildi.